$10,000 bo'lgan, yaxshi holatdagi ishi yo'q, avtomat korobka Gentra qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Gentra avtomobili 2019-yil ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, komplektatsiya Elegant Plus, bosib o'tgan masofasi probegi 144,000 km. Mashinamizga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlar a'lo darajada, olgan odam albatta baraka topadi, hech qanaqa rasxodi ishlari yo'q. 4 ta baloni yap-yangi holatda. Mashina krugovoy tonirovkada ruxsatlari bilan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon, qirilib ketmagan, yaxshi chexol poligi bor, kojinli rul, ustida qoplamasi ham bor, podogrev sиденья albatta bor, o'zining shtatniy magnitofoni va lyuki mavjud. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, oldi kapot va oldi o'ng taraf krilosi yuzak sepilgan. Ichiga umuman hech narsa qilmagan, suyaklar absolyutni butun, usilitel ishlanmagan, bo'yalmagan, alishmagan, lonjirlar but-butun, bu yoq tarafi ham, bu yoqda krilosi toza. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9,900. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.